Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Men bugun sizlarga o'zbek xalq yozuvchisi Shukur Xolmirzayev haqida ma'lumot beraman. Shukur Xolmirzayev 1940-yilning 24-martida Boysun tumanida tug'ilgan. Toshkent universitetining jurnalistika fakultetini tugatgan. Yosh gvardiya nashriyotida muharrir, Muqimiy nomidagi musiqali drama teatrida adabiy emakdosh, Guliston va Sharq yulduzi jurnallarida adabiy xodim, bo'lim mudiri bo'lib ishlagan. Shukur Xolmirzayevning dastlabki hikoya va ocherklari 1958-yildan nashr etila boshlagan. Shukur Xolmirzayev ijodining ilk davridayoq hikoya bilan bir qatorda qissa janrida ham qalam tebratib, Oq otli, To'lqinlar, 18 ga kirmagan kim bor qissalarini yaratdi. Bu asarlar 60-yillardagi o'zbek qissalarining eng yaxshi namunalaridan bo'lib qoldi. Yozuvchining shu davrda yozgan hikoyalari keyinchalik Olis yulduzlar ostida, Hayot abadiy, Og'ir tosh ko'chsa, Yo'llar yo'ldoshlar, Bodom qishda gulladi, Tog'larga qor tushdi singari to'plamlaridan o'rin oldi. Shukur Xolmirzayevning hikoya va qissalarida bir tomondan yoshlik va talabalik yillarining o'ziga xos romantikasi ifodalangan bo'lsa, ikkinchi tomondan yozuvchi tug'ilib o'sgan Boysun tumanida yashovchi turfa tabiatli kishilar hayoti, jamiyatda va ular ruhiy olamida kechgan kurash va o'zgarishlar o'zining badiiy talqinini topdi. Keyinchalik Boysun va boysunliklar hayoti Shukur Xolmirzayevning ijodining asosiy mavzusi darajasiga ko'tarilib, yozuvchi ijodida realistik tasvirning ustuvor yo'nalishga aylanishida muhim omil bo'ldi. Shukur Xolmirzayev voqelikdagi murakkab hayotiy jarayonlar va kishilarning ziddiyatlardan iborat ruhiy olamini kashf eta borgani sayin, uning dastlabki hikoya va qissalaridagi romantik pafos endi o'z o'rnini realizmga bo'shatib berdi va yozuvchining o'zbek adabiyotiga shafqatsiz realizm unsurlarini olib kirishiga imkoniyat yaratdi. Shukur Xolmirzayev 80-90-yillarda yaratgan asarlarida mazkur davrdagi jamiyat va xalq hayotining chuqur badiiy tahlilini berdi. Shukur Xolmirzayev So'nggi bekat, Qil ko'prik, Yo'lovchi, Ola bo'ji, Dinozavr singari romanlarini yozdi. Shukur Xolmirzayev yozuvchilar orasida birinchilardan bo'lib, o'zbek xalqi tarixining bosmachilik harakati deb atab kelingan davrini o'rgana boshladi. Yozuvchining Qil ko'prik romani va Qora kamar piyesasida shu mavzu o'z ifodasini topdi. Ularda adashgan kishilar fojiasi obrazlarda yorqin gavdalantirilgan. Shukur Xolmirzayev piyesasi asosida Abror Hidoyatov nomidagi yoshlar teatrida sahnalashtirilgan Qora kamar spektakli yosh avlodda tarixiy o'tmishga yangicha yondashish maylining paydo bo'lishida muhim rol o'ynadi. Shukur Xolmirzayevning o'zbek xotin-qizlarining sho'ro davridagi fojiali taqdiriga bag'ishlangan Ziyofat piyesasi ham yoshlar teatrida sahnalashtirilgan. Shukur Xolmirzayev so'nggi yillarda Shukur Burxonov, Botir Zokirov, Chori Choriyev, Shuhrat, Odil Yoqubov, O'lmas Umarbekov, Abdulla Oripov, Matyoqub Qo'shjonov singari taniqli adabiyot va san'at namoyandalari haqida esselar va adabiy
tanqidiy maqolalarini yozgan. Shukur Xolmirzayev roman janrida bir qator asarlar yozgani va bu asarlar shu davr o'zbek romannavisligi tarixida muayyan o'ringa ega bo'lishiga qaramay, avvalo hikoyanavis. U o'z hikoyalarida Abdulla Qodiriy, Abdulla Qahhor kabi o'zbek yozuvchilarining eng yaxshi an'analarini davom ettirish bilan birga, o'zbek hikoyanavisligini rus va Yevropa yozuvchilarining badiiy tajribalari bilan ham boyitdi. Shukur Xolmirzayevning eng yaxshi hikoyalari qahramon obrazining yangi va yorqinligi, kompozitsiyasining o'ziga xosligi, qahramonlar tilining rang-barangligi bilan ajralib turadi.